Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, sog'liqlaringiz yaxshimi, tinchmisizlar? Xo'p, bugungi seminarimizda nimaga ota-onalar ko'p antibiotik berishi haqida umuman gaplashamiz. Bolani kasal bo'lishi, antibiotiklar juda yomon olyapti. Immunitetimiz uchun umuman har taraflama insonga foydali bo'ladigan tabiiy usullarni aytib o'taman bugun. Antibiotiksiz yashashni o'rgataman. Xo'p, nimaga farzandimizni ko'p nima deydi, kasal bo'lganda sal narsaga siqilamiz. Kasal bo'lganda aytamiz o'zimizga, что man tabiiy usul bilan davola olayman. Hozir vrachga yugurishim shart emas. Bu oddiy holat. Bu virus bo'lishi mumkin, infeksiya bo'lishi mumkin, bakteriya bo'lishi mumkin, lekin bu o'tib ketadi. Bu tuzaladi, faqat organizmga ozgina yordam berish kerak. Bunda nima qilishingiz kerak? Birinchi o'rinda bola kasal bo'lmasligi uchun profilaktika qilib yurishingiz kerak. Men hozir juda ham katta mavzu bu. Men hozir sizga keraklilarini aytaman. Unaqada vaqt 10 gacha cho'zilib ketadi. Qarang, birinchi o'rinda ertalab mana turdingiz, bolangiz tug'ildi yokida siz 2 qatsiz, yokida farzandingiz tug'ildi, chaqalog'ingiz. Keling, mana 2 qatli holatini gaplashamiz. Siz birinchi o'rinda 2 qatliga tayyorlanishingiz kerak. Juda ham nima deydi, tayyorgarlik ko'rganda antibiotiksiz, har xil dorisiz o'zingiz organizmingizni tiklashingiz kerak. Tabiiy usulda och qoringa 1 choy qoshiq qora sedana yog'i, ketidan 1 choy qoshiq rastoropshali или rastoropshali asalli suv yokida imbirli suv ichib yurishingiz kerak. Уже 2 qat bo'lganingizdan keyin kundurni suvga ivitib qo'yib, iliq suv bilan ichishingiz kerak. O'shanda bola ham, siz ham sog'lom bo'lasiz. Undan tashqari pitaniyaga e'tibor qilishingiz kerak. Bilasiz, antibiotik degani bu именно o'sha mikroblaringizni o'ldirib, ichingizga yallig'lanish qilayotgan o'sha parazitlarni o'ldirish uchun. Chunki siz o'zingiz, lekin antibiotikning yomon ta'siri bor. Nima? Antibiotik mikroflorada yaxshi bakteriyalaringizni ham yuvib tushiradi. Keyin siz 1 yil davomida yana 4-5 marta kasal bo'lasiz. Bizga mikrofloramizga yaxshi bakteriyalar yana kirishi uchun 1 yil mobaynida o'sha vaqt kerak bo'ladi. Siz yana 1 yil mobaynida yana antibiotik ichadigan bo'lsangiz, yana noto'g'ri ovqatlanadigan bo'lsangiz, ichingni dырявый qilib qo'yasiz, teshik qilib qo'yasiz. Nimaga olib keladi? Disbakteriozga olib keladi. Nima degani? Yokida asabiy bo'lib qolasiz. O'sha yeyotgan ovqatingizdan keyin nervni bo'lib qolasiz. Yo'q, miyada ishdimi, ichingiz og'riydi, disbakteriozda molochkadan sal narsaga ichingiz ketib qoladi. Bu hammasi yokida antibiotik ichurganingizdan oxiri allergический bronxialniy astmaga olib keladi. Bu hammasi antibiotikdan. Antibiotikda ichiladi agar o'tkazib yuborgan bo'lsangiz. O'tkazib yubormagan bo'lsangiz antibiotik ichishingiz shart emas. Tabiiy usulda ham shifo bor, davo bor. Faqat siz shunga ishonishingiz kerak. Nimaga? Chunki Abu Ali ibn Sinoni oldiga bitta bemor kelganda aytadi, man deydi, masalan, hijom qilsa yokida dardga shifo qilsa yordam berarmikin deydi. Abu Ali ibn Sino aytadiki, man senga yordam berolmayman deydilar. U kishi aytadiki, nimaga deydi, то есть patsient. Abu Ali ibn Sino aytadiki, san уже сомневаться qilding, ya'ni shubhalanding, yordam berarmikin deding. Agar san shunga ixlos qilib, man mana shundan shifo topaman deganingda, man senga yordam bera olardim deydilar. Aytmoqchimanki, Allohim bizani tuproqdan yaratdi. O'sha tuproqqa ko'milamiz. O'sha tuproqdan o'sayotgan oziq-ovqatlarni yeymiz-da, lekin o'sha o'sayotgan tuproqdan dorilar ichmaymiz. Nimaga? Nimaga biz aptekaga borib ximikat ichishimiz kerak? Nimaga tana pobochka beradi? Ya'ni, pochkani dabdala qiladi, astmaga olib keladi yoki yurakda o'sha nuqsonlar paydo bo'ladi. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Bizni o'zimizni tana tabiiy deb Allohim bizga tafakkur qilish uchun bergan u miyamizni. Lekin tana nimaga ko'tara olmayapti antibiotikni, nimaga pobochka berayotganini tushunmaymiz. Bu oddiy narsa, chunki biz tabiiymiz. Tabiatdan yaralganmiz. Allohim bizani tuproqdan, yerdan yaralganmi, ya'ni yerga ko'milamizmi? Yerni tortish kuchi bor. Biz nima qilamiz? Tapchkada, etiklarda, noto'g'ri oyoq kiyimlarda yuramizda, yer bizga negativniy energiyani tortmaydi. Nimaga? Hamma yoq asfalt bo'lib yotibdi. Qumda yurmaymiz, o'tda yurmaymiz-da, poyabzallarda oyog'imiz nafas olmaydi-da. Nima shunda? O'sha uyda ham tapchkada yuramiz. Yokida bakteriya, mikroblar bosgan gilamda yurasizda. Lekin kimyoviy tashkilot qurgan, bu o'sha kasallik. Uylar qurib yotishibdi O'zbekistonda, hovlilar buzilib yotibdi, lekin eng zo'ri oldin buvijoylarimiz, dodijoylarimiz pra-pra-babushkalar hammaligi hovlida yashashgan. Kvartiralar keyin paydo bo'ldi. Bu ham insonning immunitetini dabdala qiladi, chunki harakat yo'q. Bitta qamoqga, qafasga o'xshaydi kvartiralar, mnogoэтажкаlar. Da, zo'r, golden house, oq uylar, dahshat, lekin bar hovliga yetmaydi. Nimaga? Chunki siz hovliga chiqqanda oshxonaga borasiz, zalga chiqasiz, ko'chaga chiqasiz, уже kontakt yokida bolalar yozda kichkintoylar, ayniqsa qora bo'lka non qizchalar yalang'oyoq chiqib o'tlarda yurishadi. Hovlingizda gullar, narsalar, daraxtlar o'sayotgan bo'lsa, o'shalardan nafas olishadi. Men ko'rganman, ba'zi
bir xil hovlisiga archa olishadi, o'shanda yurishadi, yalang'oyoq yurishadi, bir xili asfalt qilmagan, bir xili o't qilgan. O'shanda yalang'oyoq yurganda yer butun sizni tanangizdan negativniy energiyani tortib, o'ziga sizga pozitivniy energiya beradi. Chunki biz tuproqdan yaralganmiz. U yer har doim manda yurvolsam, manga kirasan deydi. Yer har kuni gapiradi. Bilganimizni qilaylik bu dunyoda. Bari yer tagiga kiramiz. Lekin yer bizga hozir energiya berib turibdi. Nimaga? Masalan, negativniy energiyani, o'sha bizani kasal qiladigan negativniy energiyani undan tashqari sajda qilib yerga, tuproqga, toza joyga oldinlari gilam bo'lmagan, tuproqda ibodat qilishgan. Nimaga? Birinchidan yer butun tanangizdan negativni tortib oladi, dardingizni tortib oladi, chunki odam siqilib deganda har bitta immuniteti tushib ketib, har xil kasallikka olib keladi. Shunaqa paytda miyangizda migren og'riq bo'lsa, sajda qilib yig'lasangiz, to'g'ri qiblani olsangiz, ani qibladagi qora tosh, ya'ni Ka'ba eng magniti, eng kuchli tortish kuchi o'sha yerda hisoblanadi. Butun o'shaning uchun biz o'sha qiblaga qaratib namoz o'qiymiz. Allohi buyukligi, bizga mehribonligi o'sha tarafga har gal sajda qilganimizda tanangizdan o'sha dardingiz, o'sha negativniy energiya aura bormi, o'sha tortiladi. Полный nima deydi, xayolingizdagi bo'lgan yomon narsalar tortiladi. Shuning uchun namozda halovat bor. Shuning uchun qalbingiz tinchlanadi. Iloji boricha namozingizni to'g'ri qiling, ibodatlaringizni qiling, tahoratlaringizni qiling qalbingiz ham xotirjam bo'ladi. Shunaqa paytda bola kasal bo'lganda asabiylashmaysizda, bolaga baqirib qo'ymaysiz. Chunki ko'p ota-onalarni eshitdim, ayniqsa onajonlar, bolasi kasal bo'lsa, "Uf, yana kasal bo'ldingmi? Hozir yana senga antibiotik beramanmi? Muncha ko'p kasal bo'laverasan." To'g'risi yoqmaydi. Yo'q, siz shunaqa paytda erkalating. Bola nimaga ko'p kasal bo'ladi? Chunki siz har gal antibiotik qilib ukol qilasiz. Yana bitta narsa, eng isqir joy bu bog'chalar. Chunki bola bog'chaga 2 hafta boradi, 2 hafta uyda qoladi. O'zingiz o'ylang, har bitta o'yinchoqni dezinfeksiya qiladi deb o'ylaysizmi ular? Yo'q, конечно. Hamma bola tualetga kiradi, qo'lini yuvadi deb o'ylaysizmi? Gijjaga to'lib ketgan bog'chalar. Oldinlari bog'chalar bo'lmagan. Hamma bir-birini bolalariga qaragan, uyda qaragan, qo'shnilar yordam bergan. U hozir oxirgi mana shu 20-30 yilda chiqib ketdi bog'chalar. Oldinlari bog'chalar bo'lmagan, ko'p bo'lmagan. Bog'cha ham stress. Bog'cha bolani urishi bor, baqirishi bor, tapichka otishi bor, yomon narsalar qiladi. Bolaning immuniteti tushib ketadi-da. Immunitet tushgandan keyin yo'talishni boshlaydi, kasal bo'lishni boshlaydi, yig'lagandan keyin u bola kasal bo'ladi. Ba'zi bir ota-onalar ishonmaydi. Siz agar battar o'zingiz ham urib bolani siqadigan bo'lsangiz, immuniteti tushib ketadi. Immunitet qayerdan boshlanadi? Ichingdan boshlanadi. Iching nima hisoblanadi? Ikkinchi miya hisoblanadi. Siz stress bo'ling, stressda bo'ling, ichingizda kortizol balandashib ketadi, bolada gormonal narushение bo'ladi, orqada qolish, bo'y o'smaslik, vazn ketishi, parazitoz kuchayib ketishi, yuziga toshmalar, hammasi oiladagi muhit. Man parazitlarni jinlarga, shaytonlarga o'xshataman. Chunki ular именно g'azablanganda stressda ko'payadi. Stressda ovqat yesangiz, uy sharoiti stress bo'lsa, hayot tarzingiz stress bo'lsa. Chunki shayton nima dedi? "Men har bitta bandangni yo'ldan uraman" dedi. Har bittangizni qulog'ingizga kelib, naushivniy viji-viji qilib ketadi. Kimnidir yomonlab, kimnidir xayolingizga keltirib, yomon narsalarni xayolingizga keltirib, даже bola bilan, kichkina bola bilan shaytonni o'rtasida to'siq yo'q. Bemalol jin shaytonlar bola orqali ota-onani ajrashtirib yuborishi mumkin. Lekin agar ota-ona aqlli bo'lsa, dinda bo'lsa, islomda bo'lsa, to'g'ri pitaniya bo'lsa, kasal bomkan yemasa, laktoza yemasa, shirinli uglevodlar yemasa, aqli zo'r ishlaydi-da ayollar. Ibodati joyida bo'lsa, bolasiga ham zo'r tarbiya beradi. O'sha orqali уже pokolение ketyapti-da, buvisidan, onasidan farzandiga o'tadi u tarbiya. Chunki qush uyasida ko'rganini qiladi. Ko'chadagilar emas, birinchi tarbiya oilada boshlanadi. Keyin o'sha orqali tashqariga olib chiqiladi o'sha uyda ko'rilgan tarbiya. Atrofi buzdi deydi, yo'q. Siz просто u insonni bilmagansiz qanaqaligini. U insonni atrofi emas, nafsi buzadi. Nafs qayerdan kelib chiqadi? Allohdan uzoqlashganda, ko'p ovqat yeyavergandan nafsini bosolmaydi. Shuning uchun biz Ramazonda roza tutib o'zimizga kelamiz. Chunki jin shaytonlarni kuchsizlantiramiz. Ularni katta energiyasi bu shirinliklar. Siz o'sha energiyani, o'sha parazitos kuchayishi uchun o'sha jinlarni bolaga shirinlik berib qo'yasiz. Undan tashqari bola kam harakat qiladi, sizga xalaqit bermasin. O'zingiz o'ylang. 2 qat bo'lmoqchimisiz? O'ylang birinchi. Men tayyormanmi bola ko'rishga? Yokida o'zim hadeb antibiotik ichiraman. Bolam sog'lom tug'ilarmikin deb savol bering. Chunki u bola katta bo'lganda aytadi, "Mani nima tug'gansan ona" deydi. Faqat kasal bo'ldim deydi. Qiyomatda ham sizdan so'rab oladi. Men hozir sizga diniy tarafdan, meditsinskiy tarafdan yetkazib berish uchun misol tariqasida aytdim. Lekin agar man tug'moqchiman, man o'zimga aytganman. Misol tariqasida aytyapman. Menda bitta qizim, bitta o'g'lim bo'lsin bo'ldi deganman. Chunki o'zim ustimda ishlashim kerak, karyera qilishim kerak. Qaraganda maza qilib yashashim uchun hozirdan yosh vaqtimni kerakli narsaga sarflashim kerak. Ya'ni o'zimga investitsiya qilishim kerak. Karyera deganda ishlab o'zingizni pulingizga, musulmonchilikda kambag'allik yaxshi emas. Musulmonchilikda boy bo'lish ham chiroyli narsa. Bu bor narsa. Chunki pul bu o'qib, nimani boshqaga yetkazib berishingiz kerak.
Ya'ni boshqalarni o'rgatishingiz kerak. Uning uchun o'zingiz ilm olishingiz kerak. Ilm olish qiyin emas. Duo qilasiz, Allohdan so'raysiz, o'zingizni chalg'itib dunyoqarashingizni o'zgartirasiz. Siz rivojlansangiz, bola ham sizdan ko'rib rivojlanadi. Ko'pincha uyda o'tirib qolgan ayollar nervli bo'ladi. Nimaga? Rivojlanolmayapti. Uyda o'tirib qolgan, ishi yo'q, hech nimasi yo'q, erini puliga qarab qolgan, bolari onasini his qilib, sal narsaga kasal bo'laveradi. Chunki ona неспокойныйda, ona o'zini bosolmaganda, ona xotirjam bo'lsa, bola ham xotirjam bo'ladi. Shuning uchun men shunga moslatib, xotirjam ona sog'lom bola kursini tayyorladim. Bilasizlarmi nimaga? Chunki bilasizlar, o'zimni katta o'g'limda ZPR bo'lgan. Qizim soppa-sog' tug'ilgan. Katta o'g'limda ZPR bo'lgan, kichkina o'g'limda autizm bo'lgan. Men o'qishda o'g'limni lichenga sog'lom degan qog'oz keldi. Alhamdulillah, kelishimni olgan varda. Allohga shukr dedim. Alloh izni bilan shu 7 yilcha lecheniya qilganim hammasi plyusga bo'ldi. Abdullohimni qiyin autizm edi, yengilga o'tdi. Bemalol shuni gaplashadi. Oldindagi qochib ketishlar yo'q, isterika yo'q, kiyimini yechib tashlashlar yo'q, siyib qo'yishlar yo'q. Alhamdulillah, eshikni ochib qochib ketishlar yo'q. Autizm juda ham og'ir kasallik. Siz o'ylashingiz mumkin, menga masalan mazza yoki kelib ketish, bilasizmi? Qiyinchilik juda ham ko'p bo'lgan. Sinovlarim kuchli bo'lgan. Hozirgi holatimga kelishim uchun men 10 yil uyda o'tirib bolalarimga o'zimni sarflab, orada tang yo'llar bilan lecheniyani topib, chunki men ximikatlardan foyda ko'rmadim. Faqat bolalarim kasal bo'ldi. Bog'chaga yuborardim kasal. Maktabda bo'ling, yana tuzatasiz, bog'chaga yuborasiz kasal. Sal narsaga yo'tal yoki tanzilit bo'lardida, qizimga tashxis qo'yishgan, operatsiya qilamiz deb 5 yoshida. Yo'q deganman, hijoma bilan tuzataman deganman. Endi o'shanda 3 yilmi hijoma qilayotgan edim. Hijoma qilaman deb ingalyatsiyalar qilganman. Kuniga 3 mahal natriy xlor bilan ingalyatsiya apparatida yog'ni bir tomchidan tomizib, ertalab, obedda, kechqurun ovqatdan oldin 20 minut ingalyatsiya qilardim. Erinmasdan. Erinmasangiz, Allohim upyortinglarni, harakat qilganlarni yaxshi ko'radi. Erinchoqlik shaytondan. Chunki dangasa erinchoq kambag'al bo'ladi bu dunyoda. Shuning uchun harakatingiz bo'lsin, sport bilan shug'ullaning, fitness bilan shug'ullaning, o'sha sog'lom yo'lini qidiring. Men o'shanda tanzilit, o'sha adenoid bo'lib qolganda qizim ishib ketib, operatsiya kesib tashlab olib tashlaymiz deganda, men yo'q deganman. Chunki narkoz, u narkotik. 5 yoshli qizim ketdi, keyin immuniteti tushib ketadi, u ichiga ta'sir qilishi bor. Keyin o'zini qanaqa восстановить qiladi deb rosa o'ylaganman. Medikman. Vaqtida o'qib olganman erga tegishdan oldin. O'sha paytda ham onlayn hijoma kursini o'qirdim. Chunki ikkinchi o'g'limni tug'ganimdan keyin feduralkadan keyin belim og'riydigan bo'lib qolgan. Hozirgi vaqtimga kelishim uchun oson yo'llarni bosmaganman demoqchiman. O'sha o'zimdan kelib chiqib, og'riqlardan kelib chiqib, noto'g'ri hijomalarni, ya'ni haligacha 10 yildan beri izi qolib ketgan belimda, o'sha noto'g'ri hijomalarni olib qizimga hijoma qilganman. O'tli choy ichirardim, qora sedan yog'ini ichirardim, vanichkalar qilardim, tuzli suvlarda, magnezium tuzlarida, epsom tuzlarida, lavanda yog'larida, romashka yog'larida vanichka qildirardimda, o'sha yerda quritib vannada qizimni o'pkasiga, tomog'iga, bellariga qora sedan yog'i bilan zaytun yog'ini aralashtirib qo'yib, birga bir qizitib, belini oldini massaj qilib surardim bolalarga. Yastiga aroma terapiya yog'larim bor. Bitta ikkita tomchi tomizib, o'tli choy berardim kuniga 3 mahal, lekin har kuni vanichka qilardim. Duo. Конечно же, duo birinchi o'rinda. Nimaga? Chunki Allohim menga yo'l qo'yib beryapti, чтобы men mana shu protsedurani qilishim uchun. Allohimni yordamisiz men bunaqa natijalarga erishmasdim. Allohim xohlabdiki, o'shani qildim, shifo oldim. Qanaqa o'tlar berardim? Eng asosiy o'tlarim lifa, shalfey, timyan, romashka, anaqa hozir aytaman. Lipa, shalfey, timyan, romashka, lipa, shalfey, timyan, romashka, lavanda. Lavanda. Mana shu o'tlarni ichida pijma, palin, kalendulalari bo'lardi. Bir xilida тысячелетний qo'shardim yokida islandskiy mo'x yo'talga zo'r edi, chunki qizim 2 oy yo'tal o'rgan, tushunmaganman, hamma narsa qilib ko'rganman. Doktorga borsam operatsiya yo'q deb ixlos qilib hijoma qo'yganman. Al ahdayn, nagisaga, al kahlga 5 ta banka qo'yganman. 1 oyda yo'tali ketgan. 1 oydan keyin doktorga olib borsam, nima qilding degan. Mana shunaqa qildim, mana shunaqa qildim. Mana даже bankalar qo'ydim desam, internetida anuq lor vrach qarab ekan, lekin shu paytgacha operatsiya qilganman. 1 oydan keyin o'tkazib yuborasan deb o'yladim. Yaxshi, молодец, upyorti ekansan degan. Qoldirmas ekansan, vaqtida qilding, operatsiyasiz bo'ldi, operatsiya atmen degan. Allohim rahmat deganman. Ya'ni siz 1-2 kun emas, kerak bo'lsa 1 oylab profilaktika qiling. Bolaga o'tlar bering, malina choy qiling, vanichkalar qiling. Oddiy qora sedana yog'i isitmani tushiradi. Oddiy lipoviy choy isitmani tushiradi. Просто sabr qilish kerak. Siz agar asabiylashsangiz, nerv qilsangiz, bola sizni his qiladi. O'sha paytda уже immunitet tushib ketadi, organizm kurasha olmaydi. O'shanaqa paytda vrachlar bizada nima yozadi? Antibiotik. Siz tushunmaysiz, nima bu yana kasal bo'ldi. Yana o'tib 1-2 oydan keyin yana kasal bo'ldi, yana antibiotik. Baraka topkur. Siz antibiotikni ichida yomon yaxshi bakteriyalarni chiqazib yuborasiz. Yaxshi bakteriyalar ovqat yeganingizda uni ovqatda toksillarini yemirib beradi, sizga zarar qilmaydi, immunitetingizni ushlab turadi. Ya'ni u yaxshi bakteriyalar ham bizga kerak.
mikroflora anaqasini ushlab turuvchi holatini, ya'ni o'sha yerdagi metabolizm, obstanovkani, hazm qilish jarayoni. Chunki parazitoz kuchayib ketsa, bu atsidoz, parazitoz kuchayib ketsa, og'izdan yomon hid kelishni boshlaydi, kislotность tushib ketadi, ovqatingizni ular yeydida siz yeyolmaysiz. Hammasida o'sha nervdan, asabdan, kam harakatlidan, bolani sportga bermaganimizdan yokida o'zimiz har kuni fitness qilsak, bolangiz sizga qarab man ham qilaman deydi. Lekin siz boshlab bering. Yokida kursim bor. Xotirjamona sog'lom bola kursi. Muborak tashlab qo'ying modullarini. U kursga ham start berdik. Kursimiz 5-martdan boshlanadi. Hozir fevralda to'lov qilsangiz 799 ming so'm kuratorsiz. Ramazon oyiga skidka qildim. 799 ming so'm. Keyin 5-martda boshlanadi dedim. 1-martgacha to'lov qilsangiz 799 ming so'm. Hijoma kursimda o'qiganlarga skidka. Kuratorsiz, ya'ni kursni o'zingiz uchun sotib olasiz. Dushanba, payshanba dars tashlayman. Dushanbadan payshanbagacha, payshanbadan dushanbagacha o'zingizga udobniy paytda darslarni ko'rib chiqasiz. Ya'ni обратный отчет yo'q, faqat kanal ссылкасы tashlanadi. Agar kurator bilan xohlasangiz, uni narxi o'sha Ramazon oyi uchun 950 ming so'm. Nimaga? Siz bilan 2 oy davomida vrach o'tirib, kursda tushunmagan joylaringizda savollarga javob berib o'tiradi. Lekin hozir dedim, bu skidkada agar siz 1-martdan keyin to'lov qilsangiz, to xotirjamona sog'lom bola kursini narxi kurator bilan birga $179 bo'ladi. Bu zapis ketyapti. Kuratorsiz, ya'ni vrachsiz, Dildora Nuriddinova, vrachsiz $120 bo'ladi. Так что yaxshisi hozir Ramazon oyiga skidkada sotib olsangiz bo'ladi. Kuratorsiz 799 ming, kurator bilan 950 ming so'm. Lekin juda ham katta mavzular bor. Iltimos qilaman, Erkinova, Muborak modullarini tashlab qo'ying, tashlab qo'ydilar. Nima bo'ladi modullarida? Bolalarni kasalliklarini davolash. Tomoq og'rig'i bormi? Tanzilit, bronxit, astma, allergiya, ishtaha yo'qligi, oshqozon ichak kasalliklari, chaqaloqda chiqishi, 2 qatliga tayyorgarlik, 2 qatlikdan keyin 1 yoshdan 3 yoshgacha, 3 yoshdan 7 yoshgacha surunkali kasalliklar hammasi. 2 qat bo'la olmayapsizmi? Homiladorlikdan oldingi nuqsonlar yallig'lanishi, homiladorlik davrida organizmni qanaqa qilib quvvatlash, tez tiklanish, tug'ruqdan keyin emizishgacha bor. Qonni, CDni, najazni tahlil qilish, ya'ni laboratorniy analizlar bor. Shunday podskaskalar bilan shpargalka qilib qilganman. 3 oy yozganman mana shu 2 oylik kursni. 3 oy. Anemiyaz bormi? Immunosupressiya bormi? Surunkali yallig'lanish, gipotireozmi? Buqog'ingiz bilan problema bormi? Parazitoz, allergiya bormi? Astma bormi? Hamma kasalliklar haqida bor. Ovqatlanish protokollari, o'sha immuniteti tushib ketgan kasalliklar, keyin allergiya bo'lganda danaga narsa toshadi, bilasizlar, immunitet tushib ketadi. 1 yoshdan 3 yoshgacha, 3 yoshdan katta bo'lgan bolalarni ovqatlanishi yana ko'p. Shusler tuzlari bor, ko'rsangiz, autizm haqida bor, ZPR, SDVG, homiladorlik, ko'p, juda ham ko'p. Jigarni tozalash, sochga oq tushishi bilan shusler tuzlarigacha bor. Shirinlikka qanaqa qilib ishtiyoq kamayishi uchun qanaqa vitaminlar ichish kerakligi bor. Katta tema. 3 yil, men masalan o'shanda 3 yil o'qidim. Hozir mana 4-yil ketyapti. 3 yil o'qigan kursni men sizga 2 oylik qilib, tushunarli qilib yozganman. O'zbek tiliga ko'chirib, o'sha xotirjamona sog'lom bola kursidan tashlab qo'yaman sizga. Siz o'sha darsingni ko'rib chiqasiz. Balki o'sha xotirjamonadan parazitozni tashlab qo'yaman. Sizga foydali bo'lishi uchun. Ko'rib chiqib, demak darslari shunaqa o'tilarkan deb qolasiz. Minerallar haqida ham bor. Polniy laboratoriya, gipoksiyani tuzalishi bor. Kim bilasizlar, vitiligo kasalligi bor. U ham bor. Bolalar bir xil injiq bo'ladi, qanaqa ovqatlantirishni bilmaysiz. U ham bor. Parazitoz ham bor, nafas olish yo'llari haqida bor, allergiya haqida bor. Hozir bitta darsligimni yuboraman. O'sha darsligimni bitta ko'rib chiqsanglar bo'ladi, qanaqa holda dars o'tganman. Удобный bo'lishi uchun o'tganman. Mana yana bitta parazitoz haqida yuboraman. Lekin bitta qismi, ikkinchi qismi bor. Men sizga bitta qismini yuboraman. Qolganini kursni sotib olganingizda o'rgansangiz bo'ladi. Nimaga? Birinchidan, butun umr siz bilan birga qoladi bu kurs. Ikkinchidan, shpargalka nimadir bo'ldi o'sha kursga qaraysizda, men bitta bunaqa edi, men bitta bunaqa edi deysiz. Mana bu testlar. Xo'p, keyin u kurs oxirida test bo'ladi. Testni topshirganingizdan keyin sertifikat beriladi. Juda ham zo'r qilingan, shirinlikka bo'lgan ishtiyoq haqida ham bor. Nevrovоспаление ham yozilgan. Stress haqida ham PDFlarni yuborganmiz. Juda ham ko'p ma'lumot. O'sha kursni sotib olsangiz, afsuslanmaysiz. Aytganimdek, skidkada hozir 5-martda boshlanadi. 1-martgacha to'lov qilganlarga 799 ming so'm. O'sha 1-martdan keyin to'lov qilganlarga qimmat. Iltimos, mana shu narxini aytganimni yozib qo'ying qizlarga. Muborak. Hijoma kursimda o'qiganlarga 450 ming so'm.
hijoma kursimda o'qiganlar bor, 11 ta potok, ularga 450 ming so'm. Hijoma kursimda o'qimaganlarga 799 ming so'm. Kurator bilan, vrach bilan birgalikda Ramazon oyiga 950 ming so'm. 1-martgacha to'lov qilishinglar kerak. 5-martdan boshlanadi, mart-aprel oyi bo'ladi. Ya'ni 5-maygacha. Juda ham oson tarzda nemetskiy metodika bo'yicha qilingan. Ancha savollarga javob olasiz. Voy, yaxshi ham o'qiyman deysiz. Yaxshi ham o'qiman deysiz. Mana shu yerda hozir skrin qilib oling, Muborak. 17 tami 18 ta odam bo'lsa, oxirigacha o'tirishsa, immunitet marafonini mana shu insonlarga lichkasiga tashlab beramiz, lichkadan yozishsin. Yozinglar, men o'tirdim darsda deb, immunitet marafonini lichkalarga tashlab beramiz. Faqat lichkamizga yozishinglar kerak. Skrin qilib olinglar, yozinglar. Unaqa menda skrinshot bo'lmayapti-da. Qarang, efir tugashi bilan 15 minutga immunitet marafonini silkasini qo'yamizda, qo'shilganlar kirib olishadi, keyin o'chiramiz. Bo'pti, bo'ldi. Hozir kirganlar uchun immunitet marafonini silkasini yuborishim kerakmi? Kanalga yuboramiz. Efir tugagandan keyin 15 minutga kanalga yuboramiz, keyin o'chiramiz. To'g'ri, xo'p. Tushundim. Shunda qo'shib olasiz. Mana shu qizga sirab bo'ladi, kirgan sirab keyin tashlaymiz. Shunaqami? Tushundimmi lekin, yo tushunmadimmi? Muborak, qanisiz? Tushundim. Xo'p, bo'libdan ekansiz. Ovozim bo'g'ilib qolgan, uncha gapira olmayman kecha. O'tirishdan keyin ovozim bo'g'ilib qoldi. Xo'p, uni aytdim, kurs haqida aytdim. Immunitet marafonini hadya qilishimni aytdim. Yana shunaqa immunitet tushib ketganda hijoma olsangiz ham bo'ladi. Nimaga? Chunki negativniy aura bo'lsa sizda, u qon tomiringizda yurgan bo'ladi. Infeksiya, bakteriya, mikroblar, даже yosh bolaga tug'ilgan chaqaloqga ham hijoma qilsa bo'ladi. Nimaga? Men har doim xotirjamona sog'lom bola kursini sotsam, hijoma kursimga ham start beraman. Ikkalasini birga olib boraman. Nimaga? Chunki qalbimizni tinchlantiradigan namoz. Lekin xotirjam ona sog'lom bola kursi bu onadan boshlanadi. O'sha hayotingiz davomida kerakli bo'ladigan ma'lumotlar xotirjam ona sog'lom bola kursida. Hijoma o'zingiz uyingizni hajjomasi bo'lasiz. Gigiyena tarafdan o'zingiz uyda o'tirib qolgan bo'lsangiz, bitta kasbga ega bo'lasiz. Polniy noldan boshlab Germaniya metodikasini o'rgataman. Hijomani turlari, kosmetologik yuz hijomasi, vaginalniy hijoma, tuzuluq terapiyasi, olovli bonka, olovli hijoma, hozir bonusga chirtmani ham kirgizdik, zinta apparatida ishlash, osteopatiyani ham kirgizdik, aseptika, antiseptika. Endi qaranglar. U kursim $350. Muborak tashab qo'ying modullari bilan. U kursim 350 yoki tashab qo'ydingizmi hozir bir daqiqa? Kanalga tashab qo'yasiz. Chunki hozir vaqtdan yurib to'lov qilishyapti. U kursim 5-apreldan boshlanadi. Xotirjamona 5-martdan boshlansa, hijoma kursi Ramazon oyi tugagandan keyin boshlanadi, ya'ni 5-apreldan. 1 oy bo'ladi. Men o'zim o'taman, Germaniyaga uchib ketadigan bo'lsam, Germaniyadan turib 1 oy o'taman onlayn, keyin 5 kun offline master klassi bo'ladi. Uni narxi 4 ta sertifikat plus xalqaro sertifikat olish uchun $350 to'laysiz, oddiy sertifikat xalqarosiz $250 to'laysiz. Lekin hozir u ham xuddi shunaqa, faqat 1-martgacha emas, 10-martgacha vaqt berganman. Hijoma bo'yicha skidka e'lon qilganman. Keyin eshitmadim demanglar. Xotirjam ona sog'lom bola kursi 1-martgacha skidkada bo'lsa, 799 ming so'm. Hijom 15-martgacha skidka narxida, ya'ni $350 kurs 300 bo'ladi, $250 kurs $200 bo'ladi, ya'ni $50 dan tushirib beraman. Ramazon oyi kelayotgani uchun ajr bo'ladi. U puldan biz zakot ham to'laymiz. Uje 12-potokka start berdik, chunki uje odamlar qiziqib yozishyapti. Men o'qiyman, skidka qiling deb yozishyapti. Mayli deb, Alloh uchun, Allohim g'oyibidan bersin, xayrli qilib bersin. Mayli deb 12-potokka start berib yubordim. Har gal отдельно bir gal xotirjamona, bir gal hijoma qilardim. Yo'q, bu gal ikkalasini baravar qolman, chunki xohlovchilar hijomani oladi. Xohlovchilar xotirjamona sog'lom bola kursini oladi. Lekin skidkada $50 ga chegirma berganman. Hijoma kursi 10-martgacha to'lasanglar skidkada. Keyin 11-martdan skidka narxi ortishadi o'zini narxiga. Hijomani kursi 5-apreldan boshlanadi. Так что yaxshilab eshitinglar, yaxshilab. Offline darsga balki yana inshaalloh o'zim Germaniyadan uchib kelarman. Hadiyalar bo'ladi, konkurs bo'ladi. Kurs har doimdek mandakasi yo'q. Nimaga? Chunki men butun umr qoldiraman kursni, chunki siz meni yuzimsiz. Profi darajaga chiqaz berish uchun kurs butun umr siz bilan birga qoladi. Keyinchalik ham savol berishingiz uchun yo'q bo'lib ketmayman. Plus siz meni yuzimsiz. Minday voq nimadir qilib qo'yadigan bo'lsangiz, Anita mendan so'ramay ketdi, kimda o'qigansan? Dinora Fayziyeva deb bo'lgan gap. Shuning uchun butun umr qoldirganman, o'sha zo'r qilib o'rganishingiz uchun. Keyin undan tashqari hijoma kursida kasalliklar bilan ishlash bo'yicha katta PDF darslik tashlayman. Tochkalar ham, PDF darslik hali hech kimga qilmagandim, lekin bu yil
Ramazon oyi uchun ham 12 patogram oladi buni. Bu juda katta temalar. Hammanglarni kelayotgan Ramazon oyi bilan tabriklayman. Judayam zo'r bo'ladi. Mana kanalga tashlabdilar. Muborak. Savolinglar bo'lsa beringlar, lichkamga yozinglar. Lichkam yozilgan. Xotirjamona sog'lom bola kursiga to'liq o'qisanglar bo'ladi. Hijomada o'qimoqchi bo'lganlarga hijoma kursida o'qisanglar bo'ladi. И erta ham hadyalar bo'ladi, konkurslar bo'ladi. Bu gal ham hadyalar qildim, konkurslar qilib, unda ham qilaman. Qiziqarli o'tadi inshaalloh. Xo'p, menga savolinglar bormi? Immunitet marafonini eskisini, yangisi pulli 250 ming, undan oldingisi bor, u eskisi. Uni hozir kanalga tashlab qo'yadi Muborak. Efirdan keyin 10 minut kanalda turadi. Bittada kirib olinglar. И usulka omonat. Uni polniy kunini qarab o'tashim hammasi ko'rdim. Ikkinchi pulli immunitetim 250 minglikni men hijoma kursiga yozilganlarga tashlab beraman. Tekinga. Hijoma kursiga yozilganlar uchun. Xo'p, menga savolinglar bormi? Farzandinglar bo'yicha, sog'lig'i bo'yicha farzandinglar bo'lsa yozinglar. Umuman kurs bo'yicha. Qaranglar, ba'zi birlar birdaniga dieta boshladi. U xato. Immunitet yaxshi ishlash uchun birinchi o'rinda uyda, hayot tarzingizda baqirmasdan gaplashishdan boshlashingiz kerak. Eng katta o'zgarish ovozingizni pastlab gapirishdan boshlanadi. Eng katta immunitet bolaga baqirmasdan gaplashishdan boshlanadi. U baqirmaslik uchun energiyangiz yo'q bo'lishi kerak, fitness bilan shug'ullanishingiz kerak, kamroq energiya beradigan ovqat yeyishingiz kerak. Biz ovqat yeyish uchun emas, sog'lom bo'lish uchun yaralganmiz. Ortiqcha yo'q, hamma bilasizlar. Mana ro'za tutamiz, inson holsizlanadi, bosh og'riydi, gunoh ro'zani ochib yuborish, lekin yengil bo'ladi, sezganmisizlar? Как будто бы ichingizdan hamma jinpilli chiqib ketgandek, kortizol tushgan, holsizsiz, lekin spokойныйsiz. Вот o'sha jinlar, shaytonlar, o'sha parazitlar isqir joyga ko'radi. Har balo og'zingizga tuqurganingizdan keyin shunaqa o'ylaydigan bo'lasiz, nervni bo'lasiz, stressda psix bo'lasiz, bolaga sal narsaga baqiradigan bo'lib qolasiz. Sal narsaga yig'laydigan bo'lib qolasiz, sal narsaga boshingiz og'riydi, migrendan keyin hijomaga yugurasiz. Shuning uchun bu kursni ikkalasini bittada sotib qilishga qaror qildim, chunki ikkalasi ham foydali. Ikkalasini ham olsangiz bo'ladi. No, har doim yeyotgan pitangizga e'tibor qiling. Kiyayotgan kiyimigacha bolalarning hibi bo'lsin, gigiyena bo'lishi kerak. Bola tug'ilgandan keyin обязательно tish gigiyenasi toza bo'lishi kerak. Men Sariyani tug'ganimda уже 13 ga kiradi qizim. Har kuni piyolaga qaynagan suv olib, ozgina ilagandan keyin vatichkalar solib, tug'ilgan chaqalog'imni 6 oygacha ko'zlarini o'rtaga qilib, kakashkalarini, gazyavkalarini tozalardim. U vatani otib olib, keyingi vatani olib, yuzini tozalab chiqardim. Yana keyingi vatani olib, og'iz bo'shlig'ini tozalardim. Gigiyena kerak. O'sha yana vatani olib, burunni ichlarini, tomog'ini tozalardim. Har kuni ertalab tug'ilgan bolaga vanichka qilish kerak. Nimaga? Chunki bola o'zini yuzini yuvolmaydi. Siz masalan, men nimaga kipitok? Chunki bolaning yuzi juda ham nежный. Bir xil umuman yuvmas ekan, yuvish kerak. Правильно подход qilish kerak. Shuning uchun. Agar o'sha kasal bo'lib o'tkazib yuborgan bo'lsangiz, ichingiz diryavoy bo'lsa, maslahatim hozir yog'dan boshlang. Ertalab har kuni och qoringa, kattalarga, katta bo'lsangiz, bolaga 2 yoshdan mumkin, ertalab och qoringa bir choy qoshiq qora sedan yog'i bir choy qoshiq asalni berib, ketidan iliq suv berasiz. Kattalarga 2 choy qoshiqdan. Keyin 10 minutdan keyin bola zavtrak qilsa bo'ladi. Zavtrakka non bermang yokida bezglutenoviy non bering. Endi Germaniyada bor, bu yerda bilmayman. Undan tashqari tuxum bering, pomidor, bodring bering, dudlangan yoki qaynatilgan go'sht bo'lsin, meva sabzavotlar bo'lsin. Bola yaxshi настроенiyada uydan chiqib ketsin, baqirib qo'yib yubormang, u juda katta xato. Asalim, shakarim, kuning xayrli o'tsin, men seni yaxshi ko'raman. Nimadir bo'lsa menga aytgin, bilasan, tog'dek orqangda turib beraman. O'qituvchining gapiga quloq solgin, tushundingmi? Bir nima qilsang, kalta yeysan. San uyga kelgin ko'rasan. Bu parga topkurlar, meni immunitetim tushmay, uniki tushsinmi? O'sha gapingizdan o'sha xavotirga solasiz, u bechora bola uyga kelgisi ham kelmaydi, o'sha kortizol ko'tarilib, bolaning immuniteti tushirib tashlaydi. Shuning uchun bir xil bolada semizlik yokida bir xil bolada ozg'inlik yokida gormonlar rivojlanmagan, bo'yi o'smay qolgan, yokida ko'ziga ta'sir qiladi, yokida tanasiga narsa toshib ketadi. Bu hammasi stressdan. O'zida kasallik kelib turadi. Lekin siz stress orqali uni qo'zg'atasiz. Даже oddiy rak kasali ham temir moddasini yaxshi ko'radi. Chunki temir bu железо, bu kuch. Rak u bilan oziqlanadi. Undan ko'ra fitness qilsangiz, hamma kasalliklaringiz ketadi. Sport bilan shug'ullaning. Har kuni ertalab siz 5 minut sport bilan shug'ullaningiz, bolangiz ham sizdan ko'rib sport qiladi. Onam qotdi-yu, men ham qilaman deydi. Siz yaxshi bo'lsangiz, bola ham yaxshi bo'ladi. Siz spokойный bo'lsangiz, bola ham spokойный bo'ladi. Uning uchun pitaniyani, ratsionni o'zgartiring, hayot tarzingizni o'zgartiring, qog'ozga tushiring, yozing, ibodatlaringizni ko'paytiring, bolani ham ibodatga o'rgating. Jahlingiz chiqdimi, o'sha hayolingiz buzildimi, turing o'rningizdan. Chalg'iting o'zingizni. Deng orqaga tashlang. Yokida bolani ushib qo'ydingizmi, borib kechirim so'rang. Chunki qariganingizda bar o'sha bola sizni boqadi. Hozir siz boqasiz, lekin katta bo'lib baribir boqadi-yu sizni. Qaytaradi-yu o'sha pulingizni. Shuning uchun hozirdan siz o'zingizni chasni mulkingiz qilib olmang bolani. Bola Allohga.
Даже uydagi eringiz ham Allohga, sizni taningiz ham prokatga berilgan, u ham Allohga. Omonatga xiyonat qilish yo'q. Allohim qiyomatda so'rab oladi. Taningizni, har bitta organizmingizni, nima ichayotganingizni. Biz nima qilamiz? Suyak yemirilishida gazirovkalar, kola, fantalar og'ir ovqatlar bilan, ayniqsa Ramazondan keyin yokida quyuq ovqat faqat sho'rva ichish yo'q, qaynatmalar ichish yo'q. Eng katta kollagen o'shaladi-yu. Yokida shirinlik. Ovqat yedingizda, shirinlik yedingiz, первый, второй, yana ustidan meva yeyishar ekan. Kechirasiz, meva ovqatdan oldin yeyiladi. Har doim meva ovqatdan oldin yeyiladi. Ovqatdan keyin yeyilmaydi. Shirinlik ertalab, zavtraqdan keyin yesangiz, kun bo'yi hazm bo'ladi. Kech payt turishingiz qiyin bo'ladi. Uni kechki payt tanamiz uyquga tayyorlanadi. Hozir menga ham uyqularim kelib ketyapti, ko'zlarim yumilib, charchaganman master klassdan keyin. Uxlaganingizda, qotib uxlaysizda budilnikni ham eshitmaysiz. Bechara organizmingiz, taningiz kechasi ovqat hazm qilish bilan o'tiradi. Yana stressdan nima? Migren keladi. Chunki ichiga ta'sir qiladi. Ichagimizni ikkinchi miya, ichidagi bo'layotgan narsa boshga ta'sir qiladi. Keyin uyqu. O'zbekistonda ajoyib ekan bor, 12-1 bo'lsa ham yozishurar ekan, o'tirishar ekan, 2 gacha bo'lsa ham. 11 bo'lyapti, uyqum kelyapti, yotib uxlayman, telefon bo'lyapti. Ya'ni jahlim chiqyapti. Yokida gruppada yozishyapti. Polyot rejim bosishdan oldin bo'ldi, yotib uxlayman. Bo'ldi, savollarga javob berdim desam, yo yozishyapti. Men aytdim, baraka topkurlar, yotib uxlaymiz. Ertaga master klass bor. Bo'ldi, уже 11 bo'lyapti. Melatonin gormon shassi degani. Bu degani faqat qorong'ida yoshartirgan yangi hujayralar paydo bo'lishda качественный uxlashingiz kerak, sifatli. Masalan, 2 da uxlaydi, ertalab 10 gacha uxlaydi. Yo'q, качество yo'q. Качество qachonki 10 dan 5 gacha uxlasangiz. To'g'ri uxlashingiz kerak. Ko'p emas, to'g'ri. Svetlar o'chiriladi melatonin gormoni ishlashi uchun. O'shanda stressingiz kamayadi, yosharasiz, o'zingizni yengil his qilasiz, uyquga to'yasiz. Siz normalniy uxlamayapsiz-da, yana uni ustiga bir nimalar chaqib chiqyapsiz-da, bir nimalar yeb chiqyapsiz, qorningiz ochyapti-da. Qayerdan u stress sizda bo'lmay, menda bo'lsinmi? Iloji boricha uxlang. Mana hozir как раз yarim soatdan keyin mana yotib uxlayman. No, iloji boricha immunitet yaxshi ishlashi uchun uydagi ishlar qochib ketmaydi. Qaynona bilan yashaysizmi? Ular yosh bola emas, ularning o'g'li bor. Eringizga tushuntirsangiz tug'ildirgani faqat nima deydi, kelin qarash kerak degani emas. Ozmoqchi bo'lsangiz ham uyqungizga qarashingiz kerak. To'g'ri uxlasangiz, to'g'ri pitaniyada bo'lsangiz, ozishingiz ham oson bo'ladi. Kechki payt magnezium ichib uxlang. Har kuni kechki payt men ham ichaman. Bo'g'imda atyokli bo'lsa, ketadi, ozdiradi, kortizol bostiradi. Magnezium doktor xotirjam bo'ling, sog'lom bo'ling, bu omil to'g'risida. Chunki bolani qornini ko'rsangiz, afsusiz erkak emas. Demak, Alloh erkaklarni sabrli. Biza ikimizni hayol kishi физически erkak kishi, psixologически erkak kishilar bejakda Bizim hayatçılıkta Allah'ın gelişiyor, tabi gelişiyor. Bola haqida aytdim, antibiotiklar haqida aytdim, mikroflora haqida aytdim, immunitet marafonini tashlab beraman dedim. Yana nima esimdan chiqdi, Muborak? Ertalabdan beri master klassdan keyin yugurib yuribman. Nima esimdan chiqdi? Savol javob qilamiz. Давайте 22:15 gacha savol javob qilamiz. Kimning savoli bor? Hozir 2 marta qo'l ko'tardinglar. Mikrofonlarni ochib chiqinglar, Muborak. Mana qo'l ko'tarsanglar, ochib mikrofonni savol beraverasizlar. Xursand bo'laman, bemalol. Kim so'ramoqchi? Kimda savol bor? Men xursand bo'laman. Qizlar, yangi kirganlar. Assalomu alaykum. Xursand kirganlardan iltimos savol beringlar. Mana Sevarichka, Feruza G'ulomova, Bahriddinova, Umu Safiya, Muhammad Mustafa, adminlar meros turibdilar. Zubayr, Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Alhamdulillah. Mashalloh, Alloh rozi bo'lsin berayotgan bilimlaringizdan juda ham foydali bo'lyapti. Avvalambor savol yozib qo'ygandim gruppaga. Nima savol? Qayerda yozgansiz? Assalomu alaykum.
Vohidami ismingiz yo nima ismingiz? Ummi Umar. Mayli, beraveraman. Anaqa og'iz aka. 12 yoshli qizim bor edi. Ko'p burni bitdi-da, yaqindan beri shu bir oycha bo'lib qoldi. Shamollashdan deb yurgandim. Lekin kuchayib ketdi. Vrachga olib borsam, go'sht bor burnida 3 taraflama deyapti. To'g'risi yaxshi tushunmadim, chunki O'zbekistonda emasmiz. Go'shtini oldirish kerak dedi. Shunga men gaymaritmi desam, shamollasham bor dedi. O'sha gaymarit bilan shamollash bitta narsami? Keyin tabiiy davolatmoqchi edimda, anaqa operatsiya qildirmoqchi emasman. Davolab borsam bo'ladimi shu go'shtini ham ketkisin? Bo'ladi. Bilasizmi nima qilasiz? Burunni agar davolamoqchi bo'lsangiz, qizingizda shamollash bo'ladigan bo'lsa, burunni ikkita ustidan zulu qo'yasiz. Kichkina turetskiy bo'lsin. Turetskiysi yaxshi. Indoneziya bilan rossiyskiysi sekin ishlaydi. Turetskiysi rosa ikkita burniga kichkina zulu qo'yasiz, ikkita taraflama. Rosa qishdi, vatichkalarni qo'yib almashtirib turasiz. Bu normalniy, lekin anu go'sht so'rilib ketadi bu bir. Ikkinchidan, peshonasi bor, peshonasi. Bitta qo'shini tepasi. Shamollashni nuqtasi ham. Peshonamiz bor. Qiyintilab qizil bog' surpadi, o'shadiga kichkina bog' pijama qilasiz. Keyin yelkasiga pijama qilasiz, ikkita yelkasiga pijama qilasiz, ikkita yelka o'rtasiga sinus bilan ziyrat qilgan. O'zingiz hajjomamisiz? Ha, bilaman hijoma qilishda. Nuqtalarini bilaman. Faqat zulukni bilmasdim, lekin zuluk foydaliroq deb eshitdim. Anaqa nimaga, burunga, gaymaritga qo'yishga. Hijomadan ko'ra zuluk foydaliroq deyishdi. Ham foydali, gaymaritda ham foydali, lekin u yosh bolalarda qiyin. Nimaga? Zulukdan keyin qon chiqishi bor. Men masalan ko'proq hijomani yaxshi ko'raman, bittada qon chiqib ketadi. 11 yildan beri kinetiki metodika bo'yicha onlayn o'rganganman Rossiyadan, Germaniyadan, Germaniyada o'rganganman. 11 yildan beri hijom qilaman. Bunda omda. Benim sizce yonma-yon qilib qo'yasiz. Havolaga men kulgandim, dog' sho'chkali bor, o'sha yerga pastdan tushadi bir o'sha yerga o'ylab o'shani bir oyda bir marta oling olib yoshlik qilib bitgandan keyin yana qiling. Agar yaxshi bo'lsa uyda ingalyatsiya qilsin qizingiz. Shundoq burunni ochib yuboradi. O'zi jin shaytonlar sidri, kundurri, Iminda mana shu naturalniy antibiotik hisoblanadi aytganlarim. Mana shu kristalli kundurni yoqib qo'ysangiz uyda, bolangiz o'sha nafas yo'llari bilan nafas olsa, ingalyatsiya bo'lsa, burun yo'llari anu gaymarit shamollashlar hammasi miyasiga borib ketadi. Jazakalloh. Vitaniyasini ham o'zgartiring. Vitaniyasi yarasini bitish qora sedana yog' surib qo'ysa bo'ladi. Qora sedana yog'ini yaxshilab surib qo'ysangiz, yarasiga bitib ketadi. Faqat suyuqdan keyin go'shtli sutli mahsulotlar yemasin. Mumkin emas. Gazirovkalar mumkin emas. Yog'li achchiq narsa mumkin emas. Yog'chi. Bo'ldi inshaalloh. Jazakalloh. O'zi mana shu gaymarit bilan burundagi go'shtni farqi bormi? Ikkalasi ikkalasimi? Ikkalasida yig'iladi-da, burunni o'sha burun bo'shlig'ida, nafas yo'lida yig'iladi-da, u shamollashdan boshini shamollatgan edi, sochini ho'llab chiqqan edi yoshligida. Shu anaqa sochi qalinday ko'p terlaydi boshi. O'shanga. Burnidagi go'shi formirovkasi nepravильно bo'lishi mumkin. Osteopatga olib borib keling. Boshini formirovkasi ham bor, o'zini cherib, tug'ilgan bo'lishi mumkin, yoki noto'g'ri rivojlangandan burun qiyshaygandan go'sht chiqib qoladi. Osteopatga olib borsangiz joyiga qo'yib qo'yadi. Hech qanaqa operatsiya. Xo'p, inshaalloh. Jazakalloh xayron Dinor opa. Bo'ling, qolmadi o'quvchi bo'lsangiz, sirkada yoziling, inshaalloh. Inshaalloh, xohlasa. Rahmat. Kimning yana savoli bor, qizlarjonlar? 1 metr
rosa savol ketdimi boring. Assalomu alaykum, Mahira yozibdilar. Assalomu alaykum, va alaykum assalom asalim. Hozirda 25 haftalik homiladorman, tabriklayman. Buyragimda gidronefroz birinchi stepin bor, siydikda bakteriya uriya bor, antibiotik olish kerakmi? Tabiiy usullardan nimani maslahat berasiz? Hop, qarang, agar tosh bo'lsa, CD yo'lingizda, shamollash bo'lsa, 2 xat bo'lsa, tak vaginalni mumkin emas, lekin kichkina homiladorligingiz 25 haftalik bo'lsa, hozir 1 hafta, 2 hafta, 4 hafta, 4 hafta, to'xtang, 5 oylik bo'lyaptimi? 4 kira 5 20. Yo'q, уже 6 oylik bo'libsiz, 25 haftalik bo'lsa, уже 6 oylik bo'libsiz. Unda bor. Kundur naturalniy antibiotik. Kundur toshini chor suvda olsangiz bo'ladi. Men Germaniyada ishlataman, lekin bu yerda immuniy подписчикларым uchun chor suvga borib topib keldim. Ajva magazinida ham bor. Kundur toshini sochyapti, nima qilasiz? Stakan olasizda, stakanga bitta 200 ml stakanga iliq suv solib, ani kundur toshidan bitta kattani ili kichkinaroq bo'lsa 2 tani tashlab qo'yib, ustiga yoqib qo'yasiz. 1-2 soatga turadi, u kundur toshini mazasi suvga chiqadi. Keyin u suvni o'sha kun bo'yi ichasiz. Kech paytgacha o'sha kun bo'yi ichganingizdan keyin birinchidan shamollash oldini oladi. Ikkinchidan bola tozalanadi, siz tozalasiz. Inshaalloh Umar al-Xattobga o'xshagan quvvat bola tug'iladi. Boladan o'sha Umar tug'iladi, anu tabibga borganda o'sha pastasiga anu kishi qora repani ja ochganini hatto oldin chay bu maslahatim orqa qismdan hijolat qilib ikkita barmog'ingizga kokos yog'ini olasizda yaxshilab, qiningizga tiqib devorlarini kokoslab chiqasiz. U tabiiy. Nimaga? CD yo'llaridagi infeksiyalarni, bakteriyalarni o'ldiradi, lekin markazgacha bormaydi. O'sha tezda qiningizni yumshattiradi, o'sha tistit bormi, sishingiz bormi, CD yo'llariga ham sursangiz, ichiga kirib bakteriyalarni o'ldiradi. Hammasi infeksiya bakteriyadan qatdan tushadi, ili gigiyena yo'ligidan, ili noto'g'ri ovqatlangandan, kishashnikingizda infeksiya ko'payib ketsa, kishish bor. U prima o'tadi pastga. Shuning uchun dieta qilasiz, salatalar yeysiz, qaynatma sho'rvalar yeysiz, qora choy ratsiondan olib tashlang, kofeni olib tashlang, gazirovka, fast foodlarni olib tashlang, xamir ovqatlarni olib tashlang. Iloji boricha salata, shpinat, ular ham zo'r, ukrop, pomidor, bodring, chechevitsa, bulgur, pyure, ris, parhezli ovqatlaring. Vannochka qiling. Ramashkoviy choyda vannochka qilib siyasizda vannaga, ramashkoviy choyda o'tiribsiz-ku, o'sha siyganingizda teshik ochilib, ramashkali choyni o'sha rastvori o'sha CD teshigini ichiga kiradi, infeksiyani yuvib chiqazadi. Ba'zi uni ichiga kirmaydi, chiqazadi. O'sha yallig'lanishi oldini oladi ramashkoviy choy. Faqat ichib qo'ymang, dard bo'lib qolishi mumkin, o'tli choy mumkin emas sizga. Buyragingizga sedana yog'ini orqadagi buyrak, oldi qismingiz qorningizga вообще tegmaysiz Mohiraxon. Buyragingizga orqa tarafdan qora sedana yog'ini singitib buyragingizga surasiz. Har kuni bir mahaldan singitib buyragingizga surasiz. Maslahatim, siz ham nima bo'pti? Voy, o'chirib qo'yinglar. Maslahatim, tuzli, sho'r narsalar yemang. Achchiq narsalar yemang, juda yog'li narsalar yemang. Asalli suv ichib yursangiz bo'ladi. Zaytun yog'ini ichib yursangiz bo'ladi. Shu tabiiy usulda maslahatlarim shu asalim. Mohiraxon, eshitdingizmi? Assalomu alaykum, xayrli kech. Men bugun kirdim. Alhamdulillah, katta rahmat, sog' bo'ling. Rahmat Musliman, siz ham sog' bo'ling. Foydali bo'layotganidan juda ham xursandman, manfaatli bo'lsin. Umu Safiya yozibdilar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, alhamdulillah, tuzukmisiz? Rahmat. Mani 4 yoshli qizimni qo'lini, barmoqlarini uchi terisi qurib, post tashlayapti. Nima sababi bilmayapman. Immuniteti tushib bo'lishi, atopический dermatit qattiq stressdan, juda ham qattiq. Qarang, bog'chasida hech kim urib qo'ymayaptimi? Yokida ichagidan.
nimadir shirinlik ko'p yeb qo'ysa ham teriga ta'sir qiladi. Teri takoy yumshoq, nozik bo'lib qoladi teri. Shirinlikni olib tashlang, chunki shirinlikdan bakteriya razmnajatsiya qilib, to'lqinlar paytidan parazitlar gijjili tuxum qo'yadi. O'sha gijjili shirinlik bilan oziqlanadi. Siz shirinlikni boqasiz. Bolaga bir shirinlik berib, boqasiz. Har kuni svejiy ovqat tayyorlab bering qizingizga. Mastava bormi, sho'rva bormi, kotlet bormi? Shirinlik emas, ovqat yesin. Shirinlikka tortadimi, meva bering. Fruktoza mandarinda bor, olmada, anorda, даже bananda bor. Semirmoqchi bo'lmasangiz, kech payt banan yemang. Banan semirtiradi. Banan ertalab kiyiladi. Kech payt kivi yilxon ichib qo'yasiz, u ozadi. Xo'p, men ko'pincha mana shunaqa paytda bo'lgan meni praktikamda, qizingizni qo'lini barmoqlari quriyotgan bo'lsa, zaytunlab qo'yasiz, keyin buloq suvida cho'miltiring deb. Buloq suvida hamma kasallik ketadi. Ichsin, buloq suvi bilasiz, tog'i yer tagidan chiqadi. Ichsin, muzdek bo'lsa ham ichsin, tomog'i og'rib qolmaydi. Bizani o'zbek mentaliteti muzdek ichma, tomog'ing og'riydi. Конечно, og'riydi. Profilaktika uchun chiniqtirmagansiz tanasini kichkinaligidan. Mana shu katta xato. Men bolalarimga kichkinaligidan qaynatilgan suv qo'shmasdan muzli suvga o'rgatganman. Chiniqqan tanasi. Sal ichsa ham kasal bo'lmaydi, yo'talmaydi. Buloq suvini ichirtiring, toqqa olib chiqib keling, Amirsog'ga olib chiqib keling, dengizga olib borib keting, polniy tozalanadi. Allergический astmada ham shu, dengizga olib borish kerak, organizm o'zgaradi. O'sha qo'llariga kokos yog'ini suring, zaytun yog'ini surib qo'ying. Yana nima? Dermatologga ham olib borib keling, qonini tekshirsin, nima bo'lyapti organizmida, xo'pmi? Bar dermatolog ko'rish kerak. Xo'p. Assalomu alaykum. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ummu Sofiya, yaxshimisiz, o'zimisiz? Rahmat maslahat berganingizga. O'zi qizim yaqinda shamolladi-da, shamollagan hisobiga butun badani yeri toshib ketmaydi, bo'lib usuliga o'xshadi. U shamollaganiga allergik reaksiya bergan, immuniteti tushib ketganda, tanasiga berib yuborgan. Isitmasi chiqqan bo'lsa ham tanaga uradi, narsa toshib ketadi. Yoki dori ichsa ham pobochka berib tanasiga toshib ketadi, bilasizmi? Ko'pchilikda shunaqa. Ishtahasi ham yo'q deb unaqa. Ishtahasi bo'lsa, biz ertalab osh qoriga bir choy qoshiq asal berasiz, yaxshi ham 4 yosh, 2 yoshgacha mumkin emas-da. Bir choy qoshiq asal, ketidan bir choy qoshiq qora sedana yog'i, ketidan srazu iliq suv berasiz. Voy, ko'rasiz, 10 minutdan keyin qorni ochib, ona ovqat deydi. Chunki anu qora sedana yog'i bilan asal, anu parazit mikrobakteriyalarni tormozlatib qo'yadi-da. Ular keyin kal orqali chiqib ketgandan keyin ketidan iliq suv bermaysiz. Masalan, onalar xato qiladi-da, faqat suv o'zini ichadi, u xato. Shelachniy voda bo'lishi kerak. Nimadir bilan suv ichishingiz kerak har kuni ertalab. Ili imbir maydalangan. Kipitib qo'yib, men asal qo'shib ichib ketaman, chunki imbir qonni suyultiradi. Saljabil, Qur'onda ham bor. Yokida limonli suv, yokida asalli suv, yokida yog'. Nimaga yog'? O'pkaga yog' kerak. O'pka motor bo'lib ishlaydi. Даже mashinada ham motoriga yog' kerak. Odamga ham o'pkaga yog' kerak. Chunki hayvon yog'ida ovqat qilib berish kerak. Ishtahasi yo'ligi shu ichagidan aytganimdek o'sha ishni qilasiz. Limfa zastoy bo'lishi mumkin. Osteopatga ham olib borib ko'ring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Shu kunlarda Bahriddinova yozibdilar, tez qornim ochib qolyapti. Magneziumni qay tartibda ichilishi haqida ham ma'lumot berib o'ta olasizmi? Asali magnezium tinchlantiruvchi, как бы bo'g'imlarni, отекlarni tozalaydi. Men har kuni kech payt uxlashdan oldin 2 ta kapsula ichaman. Xohlasangiz doktor Bestikning rasmini jo'natib qo'yaman inshaalloh. Mualliflik va shogirdlik kurslaringiz ham bormi? Bor. Mana hozir bitta emas, ikkita emas, 3 ta shogird chiqazdim. Uni masalan $500. Birga bir men bilan polностью bo'lishingiz kerak bo'ladi. $500 Ramazon oyi bo'lgani uchun 450 ga tushirib beraman, boshqa tushira olmayman. Polностью patsientlar bo'lganida keyingi safar 12-potokka uchib deganimda olaman. To есть aprel oyining oxiriga. Hozir men 16-fevralda Yamanga uchib ketib, potok o'tgani, master klassini o'tib bo'ldi. Mana bugun oxirgi kun bo'ldi. 16-fevralda uchib ketyapman. Keyin inshaalloh nasib qilsa mayda kelaman. Shu suv kunlarda maylada kelaman. Mayda offline darsga kelaman. Onlayn darsni men Germaniyadan turib onlayn o'zim o'taman. O'sha nemetskiy metodika bo'yicha dushanba, payshanba dars tashlayman. Dushanbadan payshanbagacha o'zingizga bo'lgan udobniy paytda bolalaysiz, qaynana, qaynota, eringiz deganda yoqmaydi ularga. Nima qilasan, shu darsda o'tiraman. Nuqul kelganimda darsda o'tirasan. Aytishadi-da qizlar. Udobniy sizniki deb. Xohlagan udobniy paytda kirib konspekt qilib yozib tashlab yuboramiz. Yokida darslikni tashlaysiz, o'zimga qilganimni tashlasam, xuddi shunaqa mendagi qilasizlar, xuddi shunaqa tashlab yuborishadi. Ko'rib o'tiraman. Deyman, men bitamdan qildim, men bitamdan qildim deb, shunaqa qilib onlayn qo'lligini o'rgataman 1 oy. Keyin уже offline darsga, master klassga kelishadi. Shogirdlikni o'shanda olishim mumkin. Tishlarni oqartirish haqida nima deysiz debdilar Bahriddinova. Tishlarim sarg'ayib ketyapti. 2 mahal yuvaman. Imkoni bo'lsa shu tishlarni oqartirishni zararsiz yo'llarini aytib o'tsangiz. Asali men o'zim har 6 oyda stomatologga borib, generalniy tishlarimni oqartiraman. Ili pastangizni almashtirishingiz kerak.
stomatologga har 6 oyda borishingiz kerak, ginekologga har 6 oyda boraman, hijoma har 6 oyda olaman. Hamma narsa har 6 oyda. Juda ham tez o'tyapti. Tishlarimiz sarg'aymasligi uchun stomatologga polniy skaylingdan tashqari polniy chistkani qilishi kerak. O'shanda oqaradi. Pastingizni o'zgartiring, ertalab kechqurun emas, har ovqat yeganingizdan keyin srazu tishlarni yuvishga harakat qiling. Вот. A tak stomatologiyada tishlarni oqartiradi. Anaqa apparat emas, spesialniy parashok bilan oqartiradi. O'sha generalniy tishlaringizni tozalaganda, o'shani nazarda tuting. Xo'p, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Da, admin mana yozibdilar. Zuluk zobga ham foydali, menga foyda bergan turistga zuluk qo'yganman. Da, asalim mana bugun zuluk qo'ydirdim tomog'imga. Efirdan chiqib ketib qolyapman deyaptilar. Bilmayman asalim. Ovozingiz juda shovqinli ketyapti. Ovozim shovqinlimi, qizlar? Hozir yaxshi bo'ldi. Ha, boya shovqinli edi, xo'p. Yozilganlarga javob beradimi? Mikrofon gapira olmayman. Internet qotyapti, qaytib kirdim. Xo'p, bo'ladi. Xo'p, Sevara Karimberdiyeva yozibdilar. Assalomu alaykum rahmatullohi va alaykum assalom rahmatulloh. Salomatmisiz opa? Alhamdulillah, rahmat. Yaxshi. Zreniya va qora chiqib ketishini tabiiy yo'ldan davolasa bo'ladimi? Конечно. Aytganimdek zulu qo'yasiz yoki hijoma qilasiz. Zulu ili hijoma. Zo'r foydasi bor. Men sizga shogirdlarimni nomerini kanalga muborak. Mana bu 12-potokdan ham Nigorani, Sabinani, kim yana, mana bu Ayshani nomerini olib, kanalga hamma hijomalar nomerini tashlab qo'ying shogirdlarimni. Ularga ham reklama, qolganlar qaysi viloyatda bo'lsa, o'sha viloyatdagi shogirdim oldiga borib hijoma olishsa bo'ladi. Assalomu alaykum, xayrli kech. Va alaykum assalom. Burun boshlig'ida polip nimadan 4 marta operatsiya bo'ldilar dadamiz. Qaytalamasliklari uchun nima qilish kerak? Anginalarni oldirdi, tilchi o'sibdi, uni kesgan, o'rak qatib qotardilar. Qarang, maslahatimchi, hijoma osilib yoki zulu, burunga, boya aytganimdek, ikkita yoniga, keyin peshanaga osilib, keyin osteopatga borib kelsalar, aniq xrippa nimadaligini aytadi. Xrip gijjadan emas, yo'q, u cherippi boshqacha tuyulganidan bo'ladi. Bizga shunaqa o'rgatishganda, ili ichagidan ko'p ovqat yeydilar, ili bo'kib ovqat yeb uxlab qoladilar. Ili cherip neto rivojlangan. Uncha osteopatga olib borsalar, bittada yechib beradi. Men osteopatga ham bilaman kim? Lolapaga olib borsanglar bo'ladi. Assalomu alaykum. Durdona Yusufjonov yozibdilar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Yaxshimisiz? Shogirdlik kurslarigacha bor asalim, shogirdlik kursi olaman, $500. Rahmat opa Mohiraxon, akalaringiz yozib oldim, sog' bo'ling. Alloh rozi bo'lsin. Amin asalim jumlamizdan. Farzandim yoz faslida oyog'ini urib olib shunday bo'lib qolgan edi, hali ham ketmadi. Nima qilsa bo'ladi? Voy asalim qon talashib qolgan, tirnog'i o'syapti-yu, hali o'ssin, yana tashqariga chiqadi, tirnog'i o'shanda olib tashlaysiz. Ungacha qorasidan yog'ini surib tursangiz bo'ladi. Hop, farzandim yoz oyog'ini urib olgan, shunday bo'lib. Urib olgan bo'lsa, anaqaga boring deb arpiga. Ortopedga boring, oyog'ini ko'rsating. Или tak, bu dermatolog emas, lekin men dermatologga ham, ortopedga ham, или семейный детский vrachga olib boring, bar ular vrach. Mendan bitta pog'oni yuqori turadi. Lekin nutritsiologga mendan nutritsiologlarning qon analizini tekshirishga haqqi yo'q Germaniyada, meni haqqim bor. Lekin menda retsept yozishga haqqim yo'q, faqat tabiiy yo'l bilan davolashga haqqim bor. A vrach o'sha retsept yozadi, u bitta pog'oni mendan baland. Men naturopat, ya'ni tabobat shifokor yo'nalishida o'qiyman. O'zlari javob beradilar. O'shani aytdim-da. No, ketadi bu asalim, hech xavotir olmang, urib olgan bo'lsa ham ketadi. Qora sedana yog'ini surkab turing, detkiga olib boring bar. Xo'p. Bintu Alim, mashalloh ovozingiz, voy rahmat asalim, mana ovozimcha hamma gapiraveribchi, bo'g'ilib qoldi ovozim, ko'rsatdi ovozimga. Hamma gapirdi. Bintu Alim, 3,5 yoshli bola, yaqin 2 oydan buyon bitta so'zni qayta gapirib duduqlanyapti. Alloh rozi bo'lsin. Bintu Alim. Xo'p, 3,5 yoshli bola 2 oydan beri so'zini boshqadan aytayotgan bo'lsa, osteopatga olib borasiz. So'zini gapirishi chiqaz beradi, polniy ko'rib beradi. Lolapaga olib boring. Lolapa deb yozing. Suray opam ham o'qitgan Lolapa bo'ladi. Kuchli osteopat. Meni o'g'lim ham zipper bo'lgan, 5 yoshgacha gapirmagan. Keyin mana degan o'sha osteopatga olib borib, ma'ni aytsangiz bo'ladi. Zinora Fayziga taklif qildilar deb. O'sha bolangizni gapirtirib beradi inshaalloh. Xo'p, bu nimalarcha? Xo'p, Mohiraxon, oxirgi savol. Men uxlab qolman. Opa, xo'jayinimlarda qorinda qandaydir shishib ketayotgan deb vazn qo'shyapti rosa. Qorni ko'pdan bo'ladi, og'izdan noxush kelib hidlanadi. Mama bormikin? Xo'p, asalim.
Birinchidan zastoy. Zastoy qachon bo'ladi? Qachonki harakat kam, o'sha yog'lari ko'p, o'sha qo'pol qilib aytganda nafs tegmaganimizdan, ko'zimizni och o'tirib harakat qilgandan, ko'p yurmaslik, ko'p masalan taksichilarda shunaqa bo'ladi. O't qopi dimlanganidan asalim, o't qopi dimlanmasligi uchun hijoma, bel oldiga hijoma qilamiz. Yokida yablочный uksus ichsinlar. Uzum sirkasi yokida olma sirkasi ertalab och qoringa bitta stakanga 250 ml stakanga ozgina uksus qo'shib ertalab och qoringa ichasiz. Всё. O'shanda ichlari ham keladi. Qorlarini massaj qilsinlar, osteopatga borsinlar, ichlari ham zo'r keladi, hid ham kelmaydi. Ani yablочный uksus normada kislotasi ushlab turadi. Baxtzinova, yokida konsultatsiya oling, asalim, Mohiraxon. Konsultatsiya ham olsanglar bo'ladi. Narxini Ramazon oyi uchun 250 mingdan 150 mingga tushirib beraman. Rahmat javobli uchun ko'z zrengasi minusini zulugi hijomi bilan davolash mumkinmi? Da, mumkin asalim. Bel oldi qismiga hijoma qilasiz, pitaniyaga e'tibor berasiz, fitness qilasiz, sog'lig'ingizni o'ylaysiz. Qachonki fitness qilsangiz, butun organizm движениyaga keladi, harakatga keladi, sog'lom bo'lasiz. Alohida shogirdlik kursim bor, u $500. Alohida u. Agar onlayn shogird bo'lsa bo'lmaydi, ko'rib o'rganishingiz kerak. May oxirida, yo'q, aprel oxirida kelaman. Agar mayda keladigan bo'lsangiz, to есть da, mayda offlayn dars bo'ladi, uchib kelaman. O'shanda shogird qilib olsam bo'ladi. Xo'p, bugungi anaqani tugatamiz. Konsultatsiya 1 oydan 1 soat onlayn bo'ladi, to'lov qilasiz. 150 ming so'm qilib beraman, to'lov qilasiz. 1 soat onlayn bo'ladi, javob beraman, nima qilishlarini aytaman. И всё. U puldan zakot ham to'lashim kerak asalim. Osteopat linklari yo'q-da, Lola deb chiqdi, yozinglar. Lola hozir nima edi? Hozir qarab beraman sizlarga. Osteopat. Voy. Hozir. Internetim yaxshi ishlamayapti qizlar. Telegramda bo'lganimga men kira olmayapman. Men tashlab beraman. Lolapani men tashlab beraman Instagramlarini, xo'pmi? Lola Faxriddinova ana. Hozir. Hozir tashlab beraman. Xo'p, bismillah, esimdan chiqib qoladi. Mana tashladim. Ko'rdinglarmi? Osteopat, juda ham ko'pchiligiga osteopat kerak. Men yuborib qo'ydim. Osteopatga boringlar hammanglar. Qisilib qolgan joy, nerv, qayilib qolgan tam o't qopi bo'ladimi? Asabiylashyapsizmi? Bola gapirmayapti. Osteopat. Har oy 9 yil olib borganman. 9, yo'q, mayli 8 yil deydi, 8 yil olib borganman. Lekin alhamdulillah gapirib ketsa ham olib boraverganman. Zo'r bo'lib ketgan bola. Chunki farzandingizga investitsiya kirgizishingiz kerak, usiz bo'lmaydi. Xo'p, savollar bormi? Qarang, savol beribdilar. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Alhamdulillah, rahmat. O'zi yaxshimisiz? Matka opusheniyga 2 qat bo'lmasangiz, vaginalniy zilov qilaman. O'zim qilaman. 16-da uchib ketaman. Menda nemetskiy metodika hijomi, lichkamga yozinglar. Kimga hijoma kerak bo'lsa, vaginalniy zilov kerak bo'lsa, o'zimga kelaverasizlar. Вот. Xayrlisi bo'lsin. Xo'p, bugungi Assalomu alaykum, Dinora opa, yaxshimisiz? va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Kim gapiryapti? Irodaxon. Oxirgisi bo'ladi. Men uxlab qolganman. Ayting assalom. Xo'p, o'sha boshida bilmabman-da, oxirida kiribman. Aytavering. O'tgan oyda burnimda grippni asorati bo'lib, geymarit bo'lgan edi. Lechina oldimu, unaqa sovuqqa chiqsam yana mana shu peshonamda og'riq bo'lib qo'yapti-da, shunga o'zingiz yaxshiroq maslahat bera olasizmi dedim. Hozir. Gaymarit bo'ldim debasa? Ha, Qarang asalim, gaymaritda ingalyatsiya qilasiz. Imini o'sha joyingizga zuluv qo'ysangiz bo'ladi. Ili chirtma hijoma qilsangiz bo'ladi. Yokida o'sha joyga hijoma qilsangiz ustiga ko'zingizni pasti o'sha chanog'iga, qoshingizni tepalariga zo'r bo'lib yordam beradi gaymarit. Ketadi, so'rib oladi-da, zuluv so'rib oladi. Birinchi banочка qo'ysangiz, banочкада so'rilib chiqadi. O'sha hijomadan keyin o'sha banочкani ustiga, o'sha hijomani ustiga zuluv qo'ysangiz bo'ladi. xo'p, Tushuntirdingizmi? Rahmat, rahmat. 1 soat bo'ldi qizlarjonlar, uxlaymizmi? Men charchadim, yana savolinglar bormi? Yana men har hafta, bir haftada bir marta jonli efir qilaman. Hech xavotir olmanglar. Meni yana savol beradigan gruppam bor. O'sha yoqqa berib qo'ysanglar, общий hamma ko'rish uchun javob beraman. Hozir kanalga 10 minutga immunitet marafoni tashlanadi. Kirib olib, yozilib oling. Umid barakatuh, jonli efir ishtirok etdim deb kanalga hozir 10 daqiqaga mana sizlar hozir chiqib srazu kanalimga kirib immunitet marafoniga kirib olishinglar kerak. 10 daqiqaga tashlanadi, o'chirib tashlaymiz. Chunki faqat sizlar chetdasizlar, sizlar bilasizlar.
Vebinarda sizlar. Вот, так что Umu Safiya, hozir kanalga tashlaymiz. Srazu kirib, srazu anaqa qilib oling. Kirib oling immunitet marafoniga. Hammanglarga xayrli tun tilab qolaman. Yaxshi dam olinglar. Yaxshi tushlar ko'ringlar.